Mana bu saroy xaritasi va uni kaliti. Kattakon rahmat. Zot oliylarining muhim uchrashuvi bor edi, lekin sizni kelishingizni eshitdim. Reversiya o'ynaymiz. Shoshmang zot oliylari. Uni uchrashuvga yuborish anchagina qiyin bo'ldi. Bugun uyga ertaroq ketadiganga o'xshayman. Voy, Kayn-kun shu yerdami? Yaxshi, o'z vaqtida yetib keldim. Janob Erik, men siz bilan bir qo'l o'ynashni xohlayotgandim. Qarshi emasmisiz? Albatta yo'q. Qoyil. Unday bo'lsa, men keyingisi. Unday bo'lsa, keyingisi men. Men ham. Kuchlilar har doim nishon bo'ladi, deyshadi. Men qayta tug'ilgan zodagonman va juda ham kuchliman. Lekin buni hammadan sir tutishimiz kerak. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus homiylik asosida o'zbek tiliga o'girildi. Homiy Kenzo. Qayta tug'ilgan aristokratning misli ko'rilmagan sarguzashtlari. Ko'raylikchi, u shu atrofda bo'lishi kerak. U xuddi hozir qulab tushadiganga o'xshaydi. Umid qilamanki birdaniga hech kim tashrif buyurmaydi. Men kiryapman. Yorug'li yo'q. Menimcha sehr toshlarda ham sehr tugagan. Yorug'li shari. Men kiryapman. Ha, bu yer umuman mehmonxonaga o'xshamaydi. Soddalik yaxshi, lekin bu yerda nechta odamga ovqat pishiriladi o'zi? Bu nima, mehmonxonami? Bu xona menimcha bayramlar uchun qandaydir hashamatli. Ha, lekin bu juda ham iflos. Menimcha bu yerni biroz tozalash kerak. Hammasi tozalansin, hammasi tuzalsin. Ha, bu boshqa gap. Qani davom etamiz. Ha. Bu meni uyim. Hatto bu yerda onam, dadam yoki bobom bo'lmasa ham. Kaysimi? Bu meni uyim va hamma shu yerda. Silviya, kelganingiz uchun rahmat. Ha, kaysimi? Meni kelishimni so'raganingizda shunchalik xursand bo'ldimki, yig'lab yuborayozdim. Bugundan buyon mana bu xizmatkorlar bilan birgalikda bu yerda qo'limizdan kelganini qilamiz. Rahmat. Kayinsama. Men sizni yangi xizmatkoringizman. Ismim Kolan. Ha, Sebas menga siz haqingizda aytgan edi. Sebas siz haqingizda ham juda ko'p narsalarni gapirib berdi. Ork qo'shinini bir o'zingiz yenganingiz haqida, o'rmonni sehr bilan yoqqaningiz haqida va o'zingizga yoqmagan odamlarni toshga aylantirishingiz haqida. Yo'q, men hech qachon bunday qilmaganman. Yaxshi. Unda biz darhol tozalashni boshlaymiz. Ikkalangiz bu tarafga. Xo'p, sen bu tarafga. Xo'p. Haligi Silviya-san, bu yerda hattoki chang ham yo'q. Kechirasizlar, hammasini sehr bilan hozirgina tozalagan edim. Men ham shunday o'ylagandim. Nima? U hozirgina Kayinsama aytgan gaplarga hech qanday hayratsiz ishondimi? Unda Kayinsama, biz sizni barcha narsalaringizni qabul qilishga tayyorlanamiz. Senga ishonaman, Silviya. Yaxshi. Kayinsama.
Biz bu yerni o'zimiz uddalaymiz. Siz hozir Garimsama saroyiga qaytishingiz kerak. Bugun axir. Ha, butunlay unutibman. Axir bugun katta akalarim uyga qaytishadi-ku. Unga bizdan oldin unvon va saroy berilishini hech ham kutmagan edim. Rostdan ham Kayindek uka bilan g'ururlansa arziydi. Kayin kuni qasrini ko'rishni o'ylasam sabr qila olmayapman. Reyna, bu juda ham eski saroy. Ishonching komilmi? Qo'rqinchli narsalar bo'lishi mumkin. Hammasi joyida bo'ladi. Kayin-ku meni himoya qiladi. To'g'rimi? Reyna opa, menimcha u yerda hech qanday dahshatli narsalar bo'lmaydi. Lekin u saroyni juda ham eski deyishyapti. Bu saroy umuman eskirgan emas. Bu yer xuddi hozirgina qurilganga o'xshaydi. Bu nimasi yana? Bu yerga bir necha yil oldin kelganimda u butunlay vayron edi. Kayn, bu sening ishingmi? Men bu yerni tozalash va ta'mirlash uchun biroz sehr ishlatdim. Mana bu rostdan ham meni o'g'lim. Ich ham chiroyli ekan. Ajoyib. Ajoyib. Lekin bu yerda bitta ham san'at asari yo'q. Ular shu darajada kerakmi? Ha. Zodagonlar san'at asarlari bilan saroylarni bezashlari shart. Rasmlar, vazalar, zirhlari va ba'zida esa qotirilgan hayvonlar bilan. Qotirilgan hayvonlar ham bo'laveradimi? Unda menda bitta bor. Nima bo'ldi? Hujummi? Hozir tekshiraman. Hamma yaxshimi? Ajdarho! Ha, Jenursin, ularga aytishni unutibman. Kayin, bu nima bo'ldi yana? Bu g'or qizil ajdarhosi. Ha, buni ko'rib turibman. Sen buni qayerdan olding deb so'rayapman sendan. Haligi men uni yengan edim. Uni yengan eding? Qachon, qayerda? Ancha avval ish bilan o'rmonga borganimda. Qizil ajdarho halokatli darajadagi yirtqich hayvon. Hatto Erangdagi sarguzashtchilar guruhi ham uni qurbonlarsiz yenga olmaydi. Sen esa nima rostdanmi? Bunday narsa takrorlanmasligi uchun avval xizmatkorlaringni ogohlantir. Men o'zim ularga tushuntiraman. Shunga qaramay, qotirilgan qizil ajdarho 1000 platina tanga turadi. Menimcha oddiy bezaklardan ko'ra bu ancha yaxshiroq. 1000 platina tanga 10 milliard yen. Yana nima bo'ldi? Oyi, nima bo'ldi? Kayin, bu qanaqa hojatxona o'zi? U pastki tarafdan suv o'tyapti. Nima bu yana? Men uni suv purkashi uchun sehr ishlatdim. Juda ajoyib ekan. Bizga ham qilib berasanmi? Xo'y, sizlar oddiygina hojatxonani bo'rttirib gapiryapsizlar. Unday bo'lsa kel, o'zing sinab ko'r. Bu nima yana? Yaxshi, agar Sara sen buni xohlayotgan bo'lsang, buni qilishga ruxsat beraman. Menimcha unga ham yo'qdi. Menimcha ham. Kayn, seni chaqiradigan mehmonlaring bundan xursand bo'lishadi. Meni mehmonlarim? Ha, saroy egasi bo'lgan zodagonlar odatda ziyofat uyushtirishadi. Nima? Yana ziyofatmi? Men nima qilishim kerak? Men bu haqida umuman bilmasdim. Kayn-sama, men bunday bo'lishini bilgandim. Shuning uchun mehmonlar va kerakli narsalar ro'yxatini tuzdim. Rahmat, Kolan. Bu meni vazifam. Duke Erik, bosh vazir Magna, Markiz Kargino. Uni chaqirish shartmi? Ha, bu odatiy yuqori martabali zodagonlarni taklif qilish kerak. Lekin u bilan unchalik yaxshi chiqishmaymiz-da. Qirolni taklif qilishimiz kerak emasmi? Faqat graf va undan yuqori darajalilargina qirolni taklif qilishi mumkin. Hatto taklifnoma yuborib ham bo'lmaydimi? Xo'sh, endi kerakli bo'ladigan narsalar: spirtli ichimliklar, oziq-ovqat va sovg'alar. Zodagonga nimani sovg'a qilish mumkin o'zi? Kayn-sama, rasmiyatchilik qilishni o'rniga ularga mehmondo'stligingiz belgisi sifatida biror narsa bersangiz ham bo'ladi. Mehmondo'stlik belgisi deysanmi? Ha, sizni shaxsiy mehmondo'stlik belgis. Anibro, siz kutgandan ko'proq.
Yaxshi. Mehmon do'stli. Ajoyib. U xuddi yulduzlar kabi porlarkan. Bu yerda hamma chinni idishlardan foydalanadi. Shuning uchun ham bu sovg'a yoqadi deb o'ylayman. Ishonchim komil ularga yoqadi. Unda ertaga mehmondorchilik belgisi sifatida hammaga stakan tarqataman. Yana bitta. Endi esa ichimliklar va oziq-ovqatlar. Men siz bergan retsept bo'yicha qildim, lekin Kaysama, meni chaqirdingizmi? Silviya, mana bu taomlarni tatib ko'rishingni xohlayman. Mazali. Bu Gamburg steak deb ataladi. Gamburg. Tishlagan vaqtimda mayin go'shtdan chiqqan suyuqlik og'zimdan otilib chiqib ketadi. Va bu jigarrang sous ham juda zo'r, Kaysama. Judayam mazali. Xo'sh, bu ichimlikka kelsak. U juda ajoyib va ko'p yillik, go'sht bilan juda ham mos keladi. Bu qanaqa ichimlik o'zi? Gazlangan sharob. Oddiy sharobni ko'piklik qilish uchun sehr ishlatdim. Menga hozir sharob ichish mumkin emas. Shuning uchun pufaklar ko'p yoki kamligini menga rostini aytishing kerak. Bilmadim. Ishonch hosil qilish uchun yana bir stakan. Haqiqiy olqish. Undan ko'rinib turibdi. Pufakchalar menimcha juda ham kuchli. Kaysama, qirol saroyidan elchi keldi. Qarash. Yana o'sha qo'rqinchli to'da. Va ular xursanga o'xshamaydi. Kayn, nima uchun men qasringdagi birinchi ziyofatingga taklifnomamni hali ham olmadim? Nima sababdan? Nima uchun bu? Erik va Magnaga taklifnoma yubording. Nima uchun menga jo'natmading? O'sha saroyni senga bergan aslida menman. Tinchlarning zot oliylari sizni saroylariga taklif qilishga faqat oliy martabali zodagonlar haqli. Va eng muhimi, men seni qaynotangman. Bo'lajak qaynotangga nimaga e'tibor bermaysan? Erik ertalabdan beri menga olgan taklifnomasini maqtanib yuribdi. Qanchalik xafa bo'lganimni tushunyapsanmi? Rostini aytsam, men sizga shaxsan ko'rishib taklifnoma bermoqchi edim o'zi. Lekin men sizni qanchalik band ekanligingizni bilganim uchun munosib vaqtni kutayotgan edim. Chandaldan uzr so'rayman. Nimadir bo'lganini bilardim. Qara Erik, men senga aytgandim-ku. Qara, menda ham taklifnoma bor. Kolanni maslahatiga amal qilib taklifnoma olib kelganimdan juda xursandman. Kayn, Telestiya men bilan boradi. Bayramni intiqlik bilan kutyapman. Men esa silkni olib boraman. Nima? Podshohni o'zi shaxsan kelarkanmi? Lekin nima uchun? Hali sizlarga aytmagan edim. 3-malika Telestiya meni bo'lajak xotinim. Nima? Malika sizni bo'lajak xotiningizmi? Qo'y qizlar, biroz tinchlanamiz. Kim kelishi muhim emas. Biz xizmatkorlar faqat yaxshi mehmondo'stlikni ta'minlashimiz kerak. Bor kuchimiz bilan harakat qilaylik. To'g'rimi? Kaysama? Ha. Men sizlarni hammangizga ishonaman. Ha, Kaysama, qo'limizdan kelganini qilamiz. Baron Gumsama yetib keldi. Vikont Makki yetib keldi. Kayn-kun. Janob Erik. Silk xonim. Bizni taklif qilganingiz uchun rahmat. Keling ichkarini ko'rsataman. Qizil ajdarho. Men bu haqida faqat kitoblarda o'qiganman, ko'rishni kutmagan edim. Kirishimiz bilan hayratga tushirishni boshlading. Ha, ajoyib. Bir kun kelib, men mana shu yerda yashayman. Bu uchun hali biroz erta. Ha, Kaysama. Mehmonlar bilan salomlashish vaqti keldi. Qani ketdik. Qimmatli vaqtingizdan men uchun ajratib, bu yerga kelganingiz uchun hammaga rahmat. Unchalik ko'p bo'lmasa-da, sizlar uchun yegulik va ichimlik tayyorlab qo'ydik. Umid qilamanki, u barchangizga yoqadi. Va men bu qadahni sizlar uchun ko'tarmoqchiman. Ko'tardik. Bu ichimlik nima o'zi? Og'zim kichik pufakchalar bilan to'ldi. Yo'qdi. Sovuq va juda ham mazali. Men uni sovutish uchun sehrdan foydalandim. Va mana bu shisha olmosda yaltirar ekan, xuddi xazina sandig'i kabi.
Bu stakanlar kelgan hammaga sovg'a. Uylarga olib ketishinglar mumkin. O, bu uchun katta rahmat. Taomlar ham ajoyib. Ha, ana bu yoqqa qaranglar. 10 yoshli qizlar buncha ko'p ovqat yeya olishini bilmasdim. Sen qizlarga qanday yoqish kerakligini bilasan, Kain-kun. Shoh keldi. Zot oliylari keldi. Suhbatingizni bo'lganim uchun uzr. Menga e'tibor bermasdan dam olinglar. Bu nima o'zi? Shaffof va naqshlar juda ajoyib. Hech qachon bunday go'zalni ko'rmaganman. Juda shirin va ko'pikli. Og'zimda pufakchalar paydo bo'lyapti. Va bu nima? Gamburg steak deb ataladigan taom. Gamburg steak degan u yumshoq bo'lishi uchun ishlov berilgan go'shtdan tayyorlanadi. Gamburg! Go'sht bo'lagini kesilgan joydan suyuqli oqib chiqyapti. Bu oqib chiqayotgan sirli modda nima? Pishloqmi? Go'shtning yumshoqligi va pishloqning xushbo'yligi. Ular meni og'zimda xuddi musiqa chalayotgandek. Bu ajoyib. Teles, nima deysan? Ha, bu juda mazali. Baron Kain, nima bo'lyapti o'zi? Hojatxonadan tepaga qarab suv otilmoqda. Malikam, Bu yangi texnologiya. Darhol bittasini saroyga qurish kerak. hojatxonada nima bor ekan? O'zingiz tekshirib ko'rishingiz kerak. Siz juda ham hayron qolasiz. Men seni hech qachon kechirmayman. Nega shunday narsa borligi haqida menga aytmading? Kain, ertaga saroyga xuddi shundagini qur. Iltimos. Yaxshi. Kain. Mehmondo'stliging nafaqat ovqatda, balki hamma narsada namoyon bo'lyapti. Men seni ruhingdan juda ham ta'sirlandim. Bu ajoyib mehmondo'stlik. Qirol unga eng yaxshi iltifotni aytdi. Zot oliylari. Bularni qilganimdan xursandman. Kechirasiz Kain-sama. 1 daqiqa ajrata olasizmi? Karjino Markis. Xo'sh, Kain-kun, taklif uchun albatta kattakon rahmat. Ammo qanday kichkina saroy, itim uyda sal kattaroq ekan. Markis Karjino. Ammo biz qotirilgan hayvon haqida aytishimiz kerak. Ajdarho! Ogohlantirmaganim uchun uzr. Bu qotirilgan qizil ajdarho. Buni avvalroq aytish kerak edi, ahmoq. Xuddi men kutganimdek, ancha kambag'al ekansan, baron. Mehmonlaring ham past tabaqali. Qanday beadab. Podshohdan keyin kelgan odamning xatti-harakatlariga qaranglar. Nimaga bu yerda shovqin baland? Marhamat, bu ichimlikni qadah ko'tarish uchun tarqatdik. Ishonchim komilki, baron taklif qilayotgan ichimlik sifatsiz. Tatib ko'raychi. Sizga yoqdimi? Yo'q. Bu gamburger steak. Qanday ahmoqona idishda olib kelyapsizlar? Mazali, jirkanch. Mazali, ya'ni jirkanch deyapman. Hoy, kimdir, menga sous olib kelsan. Menga ber. G'art ahmoq. Kain-sama, u Markiz. Shov-shuv ko'tarmasligingiz kerak. Faqat tinchlaning. Lekin men shov-shuv ko'tarmasam bo'ldi, to'g'rimi? Markiz Kargino, bu kamtarona tuhfamni kelganingiz uchun rahmat sifatida qabul qiling. Bu rostdan ham juda ham kamtarona, lekin menga yoqdi. Menga bu stakan va ichimliklar hammasini ber. Va ketishdan oldin bu taomning retseptini ham berasan. Men buni qila olmayman. Nimalar deyapsan, oy past baron? Bu yerdagi hammaga o'zlari ishlatayotgan stakanni sovg'a sifatida berdim. Oddiy odamlardan ko'ra Markiz bularni ishlatsa yaxshiroq bo'ladi. Menga 50, 100 ta qilib ber. Men juda ham afsusdaman, lekin sizni bu iltimosingizni bajara olmayman. Lekin evaziga shohlikning eng yaxshisini qabul qilishingiz mumkin. Shohlikning eng yaxshisi marvaritmi? Yo'q, u marvaritdan ham yaxshiroq, ishoning. Nima? Marvaritdan ham zo'roq. Qani tezroq ber. 2 metr va yana 1 metr.
Yaxshi, marhamat qilib, shohlikning eng kattasini qabul qiling. Zot oliylari, kambag'al zodagonning uyida nima qilib yuribsiz? Nima bo'pti? U qizim Telestiyani hayotini saqlab qolgan. Albatta kelaman-da. Siz-chi Markiz, bu yerga qachon keldingiz o'zi? Qirol bilan kelganimizda sizni ko'rmadim. Menimcha undan keyin kelgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, albatta unaqa emas. Qanday bo'lmasin, Korjino. Agar men hozir ko'rgan beodob xatti-harakatlar sen uchun normal bo'lsa, kelajakdagi faoliyatingni qayta ko'rib chiqishga majburman. Bu hech narsa emas. Men shunchaki istaganlari va ovqatlardan hayratda qoldim va qanday tayyorlanganligini so'radim xolos. Juda yaxshi, lekin Korjino, seni xatti-harakatlaring qolgan zodagonlarga o'rnak bo'lishi kerak. Tushundingmi? Tushundim. Men buni ko'rdim. Kain-kun, sen buni rejalashtirding, to'g'rimi? Kain-kun, sen qanday yursan? Bu degani, sen biz ikkimizdan foydalanding, to'g'rimi? Ha. Men qirollikdagi eng katta vazndan foydalanmoqchi edim. Salom, men qirollikdagi eng katta vaznman. Men yana muammoga duch keldim. Uzr so'rayman. Bu vaznni his qil. Bunday vaziyatda oddiy bola yig'lab yuborgan bo'lardi. Meni qornim og'rib qoldi. Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus buyurtma asosida o'zbek tiliga o'girildi. Homi Kenzo. 構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき夢を見つけたよ持ち合わせてたその想いその割だけが君に届けよう Bo'lajak kuyovim mendan foydalandi. Ishonchim komilki, bundan buyon ham sen mendan shunday foydalanasan. Yo'q, unaqa emas. Lekin men Markiz Korjinoga qarshi chiqa olmasdim. Shuning uchun bundan boshqa choram qolmadi. Buni bilgandim, sen zavqlanding. Men hazillashdim, uzr so'rayman. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Men bu mamlakatning shohiman. Va shu tariqa menga 2 soat ma'ruza o'qidi. Keyingi qism eng kuchli ritsar bilan uchrashuv. Garm, o'g'ling rostdan ham xotinboz ekan.